Assalomu alaykum kuzatuvchilar va obunachilarimiz. Mana bugun 9-oktyabr sanasi. Mana bioreaktorlarimizni tayyor biogomislarimizni o'rtasini ochdik. Mana yangi o'g'it solib, mana suvlarni ochib qo'ydik. Mana biogomislarimiz 1 yillik biogomislarimiz tayyor holatda. Endi buni xudo xolasa 1-2 kunda elashni boshlaymiz do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aksiyada nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Mana bu joyimizga ham mana yangi ozuqa solganmiz. Mana do'stlar, bitta, ikkita, uchta bioreaktor 4 ta edi. Bittasini ochib, o'rtasini mana shu tarzda mana yangi ozuqa soldik. Buyoqqa o't o'g'lim. Mana biogomislarimiz juda ham ajoyib 1 yillik biogomislar. Mana o'tgan yili solingan. Mana endi bu yil elash jarayonini boshlayapmiz. Mana oktyabrda uzog'i 15-20 larda elashni boshlaymiz do'stlar. Kimga biogomis kerak bo'lsa murojaat qilishlaring mumkin. Adreslarimiz Namangan viloyati Mingbuloq rayonidamiz. Albatta do'stlar, obuna bo'lib qo'ysalaring birinchi bo'lib videomiz yetib borishini o'z hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar, ya'ni videolarimiz keng tarqalishiga ham o'z hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar do'stlar.